Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozirda mana Asalari shifo Shirmonbuloq markazida ish faoliyat yurgizib turibmiz. Bu yerda endi juda ko'pchilik haqiqatda bu narsa rostmi, yolg'onmi, kimdir ishonmaganlar bor. Bu Muhiddin tabib deb yozilsa, shu yerda yotib davolanib ketgan bemorlarimiz bor. Bular bilan bemalol ko'rib suhbatlashsa bo'ladi. Ham bu shifoxonamizga kelib bu yerdagi kasallar bilan gaplashsa ham bo'ladi. Bu hozir butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Bitta narsani bu yolg'on, bu ishonchsiz deyishlik uchun oldin bir qator kelish kerak o'zi. Kimdir kelib bir kun, ikki kun olib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Kimdir o'z buni parhezlari bor, parhezlarni qilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir narsani to'liq isboti bilan gapirilsa yaxshi. Shuning uchun har qanday bemorlar bemalol kelib bu yerda suhbatdan o'tib, bemorlar bilan gaplashib, ko'ngli taskin topgandan keyin endi muolaja olishadi.